Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Demak, bugungi sayohatimiz Nurota va Haydarko'lga bo'layapti. Avtobusimiz mana odamlar yig'ilayapti. Demak, hozir jo'naymiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Salomatlik. Salomatlik. Aha. Mana kit. Avtobus yürüyapti mana. Bugün 11-iyul 2026-yil. Avtobusimizdan to'lib qoldi. Menimcha Sağ ol, bana sağ gerek. Gözleri
Premyera. Qizg'aldog'im qirdan bo'lak toshonang yo'q. Kokil yoysang yerdan bo'lak toshoynang yo'q. O'ksib turganingda o'zim borib peshonangdan o'pay desam peshonang yo'q. Qizg'aldog'im qirdan bo'lak toshonang yo'q. Kokil yoysang yerdan bo'lak toshoynang yo'q. O'ksib turganingda o'zim borib peshonangdan o'pay desam peshonang yo'q. Qizg'aldog'im sen ardog'im ovunchog'im. Qizg'aldog'im sen ardog'im ovunchog'im. Qizg'aldog'im qadring bilgan, darding bilgan ay kiming bor. Kelib ketar bahor senga bevafoyo. Go'zalsanki senga bari gullar ag'yor. Oxursang bir ohing tinglar ostonang yo'q. Sollanasan kelinchakday boshing egib. Jayron o'tgan so'qmoqlarga yoshing to'kib. Qizil yuzing qon dilimga turar tegib. Meningdek sen g'aribning ham parvonang yo'q. Qizg'aldog'im sen ardog'im ovunchog'im. Qizg'aldog'im sen ardog'im ovunchog'im. Qizg'aldog'im Qizg'aldog'im sen ardog'im ovunchog'im. Qizg'aldog'im sen ardog'im ovunchog'im. Qizg'aldog'im sen ardog'im ovunchog'im. Qizg'aldog'im sen ardog'im ovunchog'im. uzhits.net eng hit qo'shiqlar. Mana hurmatli o'rtoqlar yetib keldik. Oxiri ham necha soatda keldik? Bir 3-4 soatda keldik. Ha, 4 soatdan ziyodda keldik. Молодец. Hamma tushyapti mana. Vaqir bo'g'ir. Hamma o'tirib charchadi. Endi tushib aylanaylik ha.
Obay. So'm ekansiz. Ha? Qayerda so'm ekansiz? O necha gradus issiq ha? Qanday nomda? Chotki. Mana. Primoy yutib ketamiz ak. Ana. Rastlayayım yangamlı. Bir o'tib olsin endi mana bu mashina. Bu yerda ana qayerda bo'ladi? Hı? Ovqat yeygan joy u yoqda. Bu bizga nima kerakmi? Suv olamiz. Mana. Pomatjon. Mana, hurmatli o'rtoqlar, Nota ziyoratgohiga yetib keldik. Endi bu kirish joyi mana bu kirganda mana o'ng qo'l tarafda demak Murota mehmonxonasi joylashgan. Murota mehmonxonasi bu tarafda ham demak tarafda ham Murota mehmonxonasi bor mana. Uzoqda ko'rinib turibdi. Mana. Kirganda to'g'ri edi demak ziyoratgoh. Masjid. Landshafti o'ta go'zal ekan. Mana bu yerda quloqdan oqib kelayotgan suv bor. Suvda mana bu baliqlar mazza qilib suzib yuribdi. Murota ziyoratgohi O'zbekistonning Navoiy viloyati Murota shahrida joylashgan bo'lib, mamlakatimizdagi eng qadimiy va tabarruk ziyorat maskanlaridan biri hisoblanadi. Bu maskan nafaqat diniy ahamiyatga ega, balki tarixiy, me'moriy va tabiiy yodgorlik sifatida ham mashhurdir. Har yili minglab mahalliy va xorijiy sayyohlar hamda ziyoratchilar ushbu muqaddas maskanga tashrif buyuradilar. Murota nomining kelib chiqishi haqida turli rivoyatlar mavjud. Ulardan biriga ko'ra, qadim zamonlarda bu hududga osmondan nur yog'ilgan va shu sababli bu joy Nur ota, ya'ni nur tushgan maskan deb atalgan. Yana bir rivoyatda Hazrati Ali ushbu hududga kelib, yerga hassasini urganida muqaddas buloq otilib chiqqani aytiladi. Tarixiy manbalarga ko'ra esa Murota shahri miloddan avvalgi 4-asrda Aleksandr Makedonskiy davrida strategik ahamiyatga ega qal'a sifatida rivojlangan. Murota ziyoratgohining markaziy qismi Chashma majmuasi hisoblanadi. Bu yerda yer ostidan otilib chiqadigan tabiiy buloq mavjud bo'lib, uning suvi yil davomida deyarli bir xil, taxminan 19-20 gradus haroratda bo'ladi. Buloq suvi nihoyatda tiniq bo'lib, tarkibida foydali minerallar mavjud. Mahalliy aholi va ziyoratchilar ushbu suvni shifobaxsh deb bilishadi hamda undan ichish yoki tahorat olishni savobli ish deb hisoblaydilar.
Buloq yonida muqaddas baliqlar havuzi joylashgan bo'lib, bu havuzda ko'plab baliqlar yashaydi va ular muqaddas sanaladi. Shuning uchun ularni ovlash yoki ularga zarar yetkazish qat'iyan man etiladi. Ziyoratchilar odatda baliqlarni tomosha qiladilar va ulardan zavq oladilar. Majmuaning yana bir muhim qismi Hazrati Nur maqbarasidir. Bu maqbara xalq orasida Nur ota nomi bilan mashhur bo'lgan avliyoga bag'ishlangan bo'lib, ziyoratchilar bu yerda Qur'on tilovat qilib, duolar o'qiydilar. Maqbara asrlar davomida ko'plab insonlarning e'tiqod markazi bo'lib kelgan. Majmua tarkibida Hazrati Nur masjidi va tarixiy Juma masjidi ham mavjud. Juma masjidi o'zining yog'och ustunlari, milliy me'moriy uslubi va qadimiy qurilish an'analari bilan ajralib turadi. Bugungi kunda ham ushbu masjidlarda namozlar o'qilib, ibodatlar ado etiladi. Ziyoratgoh hududida qadimiy sharqona hammom ham saqlanib qolgan. Ilgari bu hammom ziyoratchilar tomonidan poklanish va dam olish maqsadida foydalanilgan. Nurota shahrining baland qismida Iskandar qal'asi xarobalari joylashgan. Tarixchilarning fikriga ko'ra, ushbu qal'a miloddan avvalgi 4-asrda Aleksandr Makedonskiy tomonidan qurilgan mudofaa inshootlaridan biri hisoblanadi. Hozirgi kunda qal'aning ayrim devorlari saqlanib qolgan bo'lib, u yerdan Nurota shahri va uning atrofidagi go'zal manzaralarni tomosha qilish mumkin. Nurota ziyoratgoh tarkibiga quyidagi asosiy majmualar kiradi. Chashma muqaddas bulog'i, muqaddas baliqlar havuzi, Hazrati Nur maqbarasi, Hazrati Nur masjidi, tarixiy Juma masjidi, qadimiy sharqona hammom, Iskandar qal'asi xarobalari. Bugungi kunda Nurota ziyoratgohi diniy, tarixiy va ekologik turizmning muhim markazlaridan biri hisoblanadi. Bu maskan o'zining noyob tabiati, muqaddas buloqlari, tarixiy obidalari va boy ma'naviy merosi bilan nafaqat O'zbekiston, balki Markaziy Osiyoning eng mashhur ziyorat joylari qatoridan o'rin olgan. Sayohatimizning birinchi manzili yakunida esdalik uchun rasmga tushdik va sayohatimizning ikkinchi manzili Aydarko'l sari yo'l oldik. Marhamat, tomosha qiling va miriqib dam oling. G'ayrat bilan o'zim sen qo'rqma u deydi, to'yingga bormaydi, gaplashib qo'yaman. G'ayrat bilan o'zim, g'ayrat bilan o'zim, g'ayrat bilan o'zim. Alam, 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 dardim, taram, taram, qarayman olamga. Ne odamlar aylantirib. Mana shofyor akamiz. Metroga kirib ketmaysanmi? Zakaz bo'lsa qilaverasiz. Aha. Assalomu alaykum, hurmatli jamoatdoshlar. Mana bizni Nurota Aydarko'l sayohatimiz juda maroqli, fayzli o'tayapti. Keyingi safar albatta siz ham biz bilan kelishingizni tilab qolamiz. Mana shu kasaba uyushmasi tomonidan uyushtirilgan jamoamizning sayohatida biz mazza qilib yuribmiz. Hammaga salom. Baribir yaxshi gap aytdingizku. Sharifa, siz bilan nakazat qilmoqchingizku. Yana boshqalar. Meni ismim chiqsa, o'zini ismi chiqyapti. Ha. O'ylab plastik qancha bo'ladi? Orda o'rtasida. Bu ko'tarib qo'yingizda. Şu dolayı tırcada ne yapıyor?
Oldu. Mana Haydar Kulga yetib keldik. Bak şu adam ko'p. Bu taraf. Yaqin qolganda olasiz, yaqinlashganingizda. Telefonga o'rang. Aldım mana bu yo'lda da uzak kelganda. Endi qittada buni. Asfalt qilish qopdi, evet. Yerga beton qo'yardik, asfalt qilib. Asfalt bo'lmaydi bu yoqqa. Juda qiziq erib ketadi. Beton qo'yish kerak bu yoqqa, beton. Mana sho'r suv.